Assalomu alaykum do'stlar, men Kinamanman va bu Xavfli yo'l filmi. Yerga tushgan meteorit sabab butun insoniyat kashanda zombilarga aylandi. Filmni to'liq holda ko'rishni istasangiz video kommentariyasida manzili qoldirilgan Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Biz esa boshladik. Yaqin kelajakda Avstraliya yerlarga bir qancha meteoritlar kelib tushgach, insonlarni miyasiz kashanda zombilarga aylantiruvchi virus tarqalishni boshladi. Bir qancha olimlar armiya bilan birlashib anti-zombi dorisini ishlab chiqib, ularni odamlarda sinab ko'rishadi. Brok ismli bu qiz esa tajriba laboratoriyasidan qochib chiqishni uddalagan va u telepatik tarzda zombilarni boshqara olardi. Maxi va Grace ismli opa-singillar Brokni o'rmon ichida askarlarga hujum qilayotganda to'xtatishga urinishadi, biroq quturib ketgan ayol ulardan birini oladi. Bari uni ajratib olib, qon solingan idishni beradi va qiz uni ichishi bilan o'ziga keladi. Bu vaqtda shirin uyqudan uyg'ongan Riz zombiga aylanmaslik uchun dorini ichib, kundalik ishlarini boshlab yuboradi. Tashqariga chiqishi bilan uni zombilar kutib olishadi va shu damda enalarini ko'rishadi. Ko'p o'tmasdan zombilar talpasi uning boshpanasini o'rab olishadi, biroq bunga ahamiyat bermagan erkak asir qilgan zombilarni ko'zdan kechiradi. Riz ularni go'sht bilan qitiqlab, uskunalarning ishlashida kerak bo'ladigan yoqilg'ini ishlab chiqarishlariga majburlardi. Tashqaridagi zambaqlarni chalg'itish uchun go'sht uloqtirgan Riz ular uzoqlashgach qo'rg'onidan chiqadi. Ratsiya orqali armiyadan o'lja haqida xabarni olgan Riz qurolni olib tashqariga chiqadi va gibrid odamni qo'lga tushiradi. Riz uni ushlab dori ishlab chiqarishga urinishayotgan bunkerga olib keladi. Askarlar gibridni olib ketishadi. Qo'shimchasiga uning zaxira zombisini ham qo'lga olib, maxsus teshik orqali laboratoriyaga jo'natishadi. Bosh jarroh Brukning qayerdaligini aniqlaganliklarini aytib, Rizdan uni ushlab kelishni so'raydi. Kutilmaganda uning qo'llari g'alati harakat qila boshlaydi, biroq u buni shunchaki qon quyilganligiga yo'yadi. Bu vaqtda opa-singillar uzoqroqqa ketishga urinishayotgan edi, biroq Brukning bo'sasidan azob chekayotgan Grace oxir-oqibat zombiga aylanadi. U quturishni boshlaganida Maxi unga qon beradi va u o'zini bosib oladi. Kutilmaganda mashina mina ustiga minadi va ag'darilib ketgach, Maxi hushidan ketadi. Ularni Riz tuzoqqa tushirgan edi. Ularni qo'lga olgani kelganida granat uchib keladi va Riz o'zini himoya qiladi. Ketidan chiqib kelgan Grace unga hujum qilishni boshlaydi va o'q tugagach, Riz vaqtdan foydalanib qizni enasini ko'rsatadi. Uni opishlab mashinasiga olib ketarkan, Maxi o'ziga kelganligini ko'rmaydi. Laboratoriyaga qaytadigan bo'lsak, bosh jarroh tajriba quyonchalarining boshiga itning kunini solardi. Ayollardan biriga tok urdirgach, uning burnidan suyuqlik so'rib olishni boshlaydi va uni o'ziga uradi. U ham zararlangan edi va bu inyeksiya orqali zombiga aylanishini ortga surardi. Kutilmaganda eshik ochiladi va polkovnik uning siridan xabar topadi. U bilan kirgan askar jarrohni qo'lga olmoqchi bo'ladi, biroq polkovnik uni o'ldiradi. Bu ikkalasining tili bir edi. Rizga qaytadigan bo'lsak, u ortiga qaytayotganda birdan o'zga kelgan Grace uni oyog'i bilan quchib oladi. U quturishni boshlaydi va buni ko'rgan Riz to'pponchasini olib endi otmoqchi bo'lganida uni to'xtatgan qiz qon ichib o'ziga keladi. Uning gibrid ekanligini tushungan Riz unga enasini ko'rsatadi. Bir necha soatdan so'ng ular laboratoriyaga yetib kelishadi va o'ziga kelgan Grace askarlardan biriga hujum qiladi. U yana quturishni boshlaydi va Riz flakondagi qon yordamida uni tinchlantirib, so'ng laboratoriyaga jo'natadi. Riz ortiga qaytayotganda to'satdan mashinasining yoqilg'isi tugab o'chib qoladi. U zaxira zombisini tekshirganida u o'layotganligini ko'radi va uni go'sht bilan oziqlantirishga urinadi, biroq buning foydasi bo'lmagach, go'shtni baland ko'tarib tekintomoq zombilar kelishiga umid qiladi. Shu yaqin oradagi zombi go'sht hidini sezib o'sha tomonga yuradi, biroq Maxi uni zimdan kuzatib kelayotgan edi. U mashina oldiga kelishi bilan Riz uni qo'lga olib tezda mashinasiga o'rnashtirib u yerdan ketadi. Maxi sezdirmasdan mashinaga chiqib oladi. Riz armiya omboriga keladi. Omborxona ishchilari unga laboratoriyaga olib borishi uchun quti berishadi. Maxi esa mashina ostida yashirinishga ulgurgan edi. Laboratoriyada o'ziga kelgan Grace tajriba uchun qo'lga olinganlarni shafqatsiz o'ldirayotganliklarini ko'rib dahshatga tushadi. Kayf qilib uxlab yotgan jarrohni telba qo'li uyg'otib yuboradi. Jarrohning o'z qo'li uni bejashga harakat qiladi va kalbosh o'z qo'lidan himoyalanishga majbur bo'ladi. Qo'lini bir amallab chotiga tiqib sqochlagan jarroh inyeksiya uchun ko'proq gibrid suyuqlikni chiqarib olishni boshlaydi. Kechga yaqin qo'rg'oniga kelgan Riz eshigi tagida uni kutayotgan zombilarni harom go'sht bilan chalg'itib, ichkariga kirib oladi. Ichkariga kirgach, unga berishgan qutini ochadi va g'alati uskunani ko'radi. Bundan so'ng birinchi muhabbatimni eshitib uyquga ketayotganda kutilmagan
kutilmaganda chiroq o'chib qoladi. Ris o'rnidan turib generatorni qayta ishlatib ortiga qaytadi, biroq uni ichkarida Maxi kutib oladi. Ertalab qo'li bog'liq holda o'ziga kelgan Ris Maxi undan uni Grace'ning oldiga olib borishni talab qilayotganligini ko'radi. Ris uni mashina oldiga olib chiqadi va qiz undan qurolini olib qo'yib, darvozani buzib chiqishni buyuradi. Laboratoriyaga borisharkan Ris qulay vaqtni poylaydi va imkon bo'lishi bilan tugmani bosib Maxini mashinadan uloqtirib yuboradi. Bundan so'ng mazasini qochirib, oyoq-qo'lini bog'lab, laboratoriyaga yo'l oladi. Ular laboratoriyaga yetib kelishadi, biroq juda band bo'lgan jarroh o'rniga polkovnikni jo'natadi. Uni mashinadan olib tushgan askar uning bochkaga tushishini aytadi va bundan shubha qilgan Ris ulardan buni tushuntirishlarini talab qiladi va polkovnik unga ketishni buyuradi. Ortiga qaytayotganday ko'ringan Ris qurolni olib askarlar va polkovnikning shaybalarini yaxshilab ishqalab, Maxini o'zi bilan olib ketadi. Ko'p o'tmasdan armiya ularni quvlashni boshlaydi. Qo'liga qurol olgan Maxi ularni otishni boshlaydi. Ris esa Dominik Toretodan olgan nitrosini ishga tushirib, O'zbekiston havo yo'llarida minga qo'yib surib qoladi. Afsuski askarlar ham Dominik Toreto bilan tanish edilar va tezda ularga yetib olishadi. Maxi askarlar mashinani portlatib yuborishdan oldin surib qolishni uddalaydi va Ris qo'lga tushadi. O'zga kelgan erkak daraxtga ishtonsiz osib qo'yilganligini ko'radi. Sharlarni erkalash navbati esa endi polkovnikda edi. Zambaqlar talpasi yaqinlashib qolgach, askarlar Risni yolg'iz qoldirib ketishadi. Zombilar Risni o'rab olishadi va u bor kuchi bilan ular uni ushlab olmasliklariga harakat qiladi. Biroq kuchi qolmasdan oyoqlarini qo'yib yuboradi. Zombilar uni endi tishlashmoqchi bo'lganlarida birdan to'xtab qolishadi. Sababi Bruk do'stlari bilan yetib kelgandi va telepatik qobiliyati bilan ularni to'xtatib qo'ygandi. Ris yana bog'liq holda o'ziga keladi va Barryning makonida ekanligini ko'radi. Maxi uni qutqarganligini aytgach, uni vaqtinchalikka tirik qoldirishadi, ammo Bruk uni kechirishni istamaydi va oqibatda Ris ular bilan ishlashga rozi bo'ladi. Ertasi kuni guruh omborga yo'l oladi va Ris u yer haqida bilgan barcha narsasini aytib beradi. U yana tajribadagi odamlarni o'ldirishlarini bilmaganligini, aks holda ularni u yerga olib bormagan bo'lishini aytadi. Telepatik qobiliyatini ishga solgan Bruk pulemyotda o'q uzayotgan askarlar yonidagi zombining ongiga kirib, uning yonidagi qurolni olib askarlarni o'ldirishni buyuradi. Bundan so'ng ichkariga kirib barchani qo'lga olishadi. Ris bir necha kun oldin olib kelgan odamini qiynaganliklarini ko'rgach shokka tushadi. Bundan qahri kelib olimni do'pposlab, undan bunga javob berishini talab qiladi. U esa jarroh ularning ichidagi suyuqliklarni so'rib olgach, ularning jasadlarini maydalab, virusga qarshi dori ishlab chiqishini ma'lum qiladi. Buni eshitib quturib ketgan Ris olimni asfalasofiniga jo'natadi va Barryga bir solib, ularni o'ldirish uchun uni laboratoriyaga olib borishni talab qiladi. Laboratoriyaga oldiga kelishgach, Brukni asirlikka olib kelganliklarini aytishadi. Askarlar tashqariga chiqishgach, kuchini ishga solgan Bruk ichkaridagi zombilarga ularni o'ldirishni buyuradi. Bundan so'ng Remboning xotin varianti mashina ichidagi pulemyot bilan paydo bo'ladi va taraqat-rumbuda bang bo'lib otishma boshlanib ketadi. Buni ko'rgan jarroh kirish eshigini yopishni buyuradi, biroq Barry maxsus uskuna yordamida eshik mexanizmlarini ishdan chiqaradi. Bruk va qolganlar ichkariga kirib, jarrohni izlashni boshlashadi. Ventilyatsiya quvuriga kirgan Maxi biroz yurgach, kuzatuv kameralariga javob beruvchi askarni topadi va uni o'ldirib, eshiklarni lang ochib beradi. Ichkariga kirishgach, askarlarni o'ldirib, zombilarni ozodlikka chiqarishadi. Bruk Grace'ning so'nggi eshik ortida turganligini his qiladi. Bruk zombilarni olg'a yuboradi, biroq eshik to'satdan yopilgach, bu tuzoq ekanligini tushunishadi. Shu damda jarroh zombilarning dodasini chiqaradi va boshidagi uskuna bilan uni boshqaradi. Bruk unga laychalarni jo'natadi, biroq ularning opo-dadasi bir deganda hammasini o'ldiradi va Bruk u bilan yakma-yak qoladi. Afsuski unga kuchi yetmaydi va endi o'ldim deganida jarrohning qo'li yana pand berishni boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, Grace'da ham telepatik qobiliyat bor ekan va u jarrohni o'zini do'pposlashga majburlaydi. Opododa ham jarrohning harakatlarini takrorlaydi. Vaqtdan foydalangan Bruk uning boshini majag'lab tashlaydi. Grace jarrohni o'zini bo'g'ishga majburlaydi, biroq ikkinchi qo'li bilan uskunani olgan jarroh unga tok urdirib hushidan ketkizadi. Jarroh yordam kuchi chaqirgan vaqtda Bruk quturishni boshlaydi va Maxiga tashlanmoqchi bo'ladi. U tezda qafas ichiga berkinib olgach, qolganlar boshqa xonaga o'tib olishadi. Ulardagi qon solingan idishlar singan edi, biroq narigi xonadagi muzlatgich qonga to'la edi. Eshikni ochishlari bilan Barry Brukni otib yiqitadi va Ris yugurib ketib qonga toyib yiqilib tushadi. U endi qonni oldim deganida Bruk Barryga tashlanib uni tishlab oladi. Ris uni tortib oladi, Maxi esa qon paketini yirtib uning yuziga otadi. Bundan so'ng harakatni davom ettirishadi, ammo jarroh Grace bilan birga
joylarga surib qoladi. Kuzatuv kamerasiga qarashgach, jarroh ketayotganligini ko'rishadi va kompyuter o'z-o'zini yo'q qilish tizimini ishga tushiradi. Barri esa kashanda zombiga aylanadi va Bruk reja o'ylab topadi. Maksilarni tunnelga joylab, Barrining energiyasi yordamida ularni tashqariga uloqtiradi. Ular laboratoriya portlab ketishidan oldin chiqib olishni uddalashadi. Yaqin oradagi mototsiklga minib, jarrohni ta'qib qilishni boshlashadi. Bu vaqtda Risning uyiga kelgan jarroh u yerdagi uskunani olib chiqadi. Bundan so'ng Grace'ni yotqizib, uning va o'zining burniga uskunani joylab, qizning tanasidagi suyuqlikni to'g'ri o'ziga qabul qiladi. Nimadir netoligini sezgan askar uning qo'lini tekshiradi va uni ham tishlaganliklarini ko'radi. Ammo endi kech edi. U ham gibridga aylandi. U askarlarni otib tashlaydi va ta'qibchilari yetib kelishgach, faqat Grace'ning o'zini ko'rishadi. Kutilmaganda paydo bo'lgan jarroh Risga kalla qo'yib yiqitadi. Bundan so'ng Maxini qafasga qamab mushtlashuvni davom ettiradi. U endi Risni o'ldiray deganida o'ziga kelgan Grace jarrohning qornini temir parchasi bilan teshib qo'yadi. U jarrohni burdalab tashlagach, Risga tashlanadi, biroq qon paketini topgach, tezda uni ichib o'ziga keladi. Bundan so'ng Maxini ozod qilib, u bilan ocham-ocham qiladi. Ris yo'talishni boshlaydi, biroq dorini qo'lga olgach, qilgan ishlari haqida o'ylab uni tashlab yuboradi. Bundan so'ng qilgan gunohlari uchun o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi, biroq Grace uni to'xtatib qoladi. Maxi esa ular bilan birga kurashib, gunohini yuvish uchun dorini ichishi kerakligini aytadi va Ris bunga rozi bo'ladi. Tamom.